u bo'lsa o'g'lini ham chiqishtirmaydi-ku. Kelinim naqa deb o'zicha maqtanib yolg'on gap gapirib o'tiradi. Rossa maskada. Maska degani biz hammamiz bilamiz. Sizlar begonalar, tanimaganlar, odamlar bilishmaydi-da, qanchalik maskadaligini. O'g'lini chiqishtirmagan, kelini chiqishtirmagan, shuning uchun alohida yashashadi. Bo'lmasam ona bola allaqachon vaynlar olib birgalikda ijod qilmaydimi? Nima deysizlar? Shunaqa gaplar. Xullas, Xudo xayrilan bersin. Qo'ymaylik, qo'ynim aynyapti uni ko'rsam o'zi. Yana meni belgilab anaqa qilib qo'yasizlar. Direktimga yuborasizlar. Shu men orqali trendga chiqib qoldi, u ham bir chiqmoqchiman, bir pul to'lasin menga, litsevoy shotimni yubormoqchiman. Uni mashg'ul qilib qo'ydim men. Qarang, oson yo'l bilan mashg'ul bo'lib oldi hozir. Hammaga xayrli kun. Iltimos, nega meni rasmimni ana qizil papugay bilan birga quchoqlashib turgandek qilib turib, ana sun'iy intellektda qilib qo'yibsizlar. Bir sal obro'li, normalniy odamni rasmini yonimga qo'yib qo'yinglar. Uni bir oyog'i go'rda, qizil papugay, o'zi vechni qizil rang kiyib yuradi. Ana qarigan chog'ida ham krasного дурака видно издалека degandek qip-qizil kiyib olib, o'zicha o'zini yosh ko'rsatmoqchi bo'lib yuraveradi-yu. Qilib gapiradigan. U dushmanimni iltimos quchoqlab turgandek qilib qo'ymanglar. Xudo xayringlarni bersin. O'lgidek yomon ko'raman uni. Chunki u soxta, yolg'onchi, yana bitta gap. O'zini, oilasini, yaqinlarini hurmat qilmagan inson, chekkadagilarni hurmat qilmagan inson yonimda turmasin, chunki men oilamni qadrlayman, atrofdagilarni qadrlayman, yaqinlarni qadrlayman. Hozir aktyor Shavkat Komilov telefon qildilar. Dengiz farqatdasiz, uydaman. Bo'ldi, lokatsiya tashlang dedilar. Bilmayman. Shavkat akam lokatsiya tashlab beruvdilar, biz keldik edi. Hozir kelishgan. Men bilmayman hozir. Qani ochmoqchiman. Podozreniy bo'ldi, lekin podozreniy menimcha nimadir yuborishgan. Shuning uchun sразу syomka qilay dedim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xabarlar bor ekanda. Shavkat aka aytib qo'ydimi deyman? Yo'q, aytmadilar. Men podozreniyaga tushdim. Shavkat aytadigan qattasiz, yaxshimisiz? Uydaman. O'rtoqman, sizni hurmat qilaman dedilar. Keyin bo'pti, xo'p, sizda ishim bor dedilar. Tashlab ketishim kerak bitta narsa dedilar. Bo'pti, xo'p dedim-da, telefon. Men o'yladim, bir to'ymi, taklifnomami, o'shanaqa. Siz telefon qilganingizdan keyin podozreniyaga tushdim. Bo'ldi, kayfiyatlaringiz qanaqa? Muazzam pa, siz tug'ilgan kun qildingizmi? Shu tug'ilgan kunmi? Bu tug'ilgan kun emas. Bu katta to'y. Shuncha san'atkorlar, shuncha birovga kelib tabriklab ketayotganlar. Shu darajada siz hurmatga loyiq insonsiz. Shu darajada siz samimiy insonsiz. Qarang, sizni hamma qanchalik yaxshi ko'rar ekan. Bugun bildim. Rost. Dushmanlar kuyib o'lsin. Muazzam pa, umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling, lekin haqiqatdan ham bu tug'ilgan kun emas, bu to'y bo'ldi. Birovlar, san'atkorlar kelib hammasi sizni astoydil tabriklab ketyapti. Chunki siz shunga arziysiz. Hozir direktimni o'qib shok bo'laman. Настолько вот tupoylashib bir balo bo'lib ketgansizlar. Meni qarg'ishga nechi, o'zingni boshingga tushsin, o'zing uchramaysanmi, unaqa bo'lsin. Давайте начнем с того, что hech kimga garantiyasi yo'q, mashinnikka uchramayman degan. Lekin u bilmasdan turib mashinnikka tushib qolish boshqa narsa. Lekin prekrasno hamma narsani ko'rib turib, o'zingiz o'sha narsaga kalla tashlashingiz boshqa narsa, deb понимаешь? Masalan, meni o'zimni o'rtog'im, opam yoki kimdir mendan qarz so'rashadi. Oddiy misol keltiraman, pul qarz so'rashadi-ya. Men o'sha narsani masalan qaytib kelmasligini tushunib, inobatga olib, mabodo qaytarib bermasa, uxlatib ketmoqchi bo'lsa, shunga qarab beraman. Masalan, katta narsa so'rasa agar, ertingdan achinmaydigan, o'zim xuyovi состояниеda qolmaydigan bo'lsam agar beraman. Deb masalan, agar katta narsa so'rayotgan bo'lsa, agar erta indin o'zim afsuslanadigan bo'lsam agar, men u narsani bermayman.
keyin o'zingni boshingga tushsin deb yozayotganlar. Qaysi miya bilan menga bu narsani yozasizlar? Ya'ni kayf qilasizlarmi? Meni boshimga bir kulfat, musibat tushsa mazza qilasizlarmi? Ya'ni birovning boshiga bir yomon narsa kelsa mazza qiladigan darajada bir pidaras ko't odammisizlar? Nimasizlar? Ya'ni o'zingga tushsin. Meni boshimga nima tushsin? Men bu bironta tanimaydigan yo bilet erimga turib uyimni beraymi? Chiqarib, mol mulkimni. Men erimdan bu narsa shilib olsam olaman, lekin o'zim bermayman. Yani nima tushsin meni boshimga? Nimani kutyapsizlar? Pizdez, bilet. Men bir chekkadan duygu salmasda, men bunda miya bilan o'ylab o'zimni fikrimni bildirdim. Meni fikrim qiziq bo'lmasa, ne qo'y edi menga bo'lmasam tashab bu narsani. Davay yordam ber, unaqa qil, gapirishi o'rniga fond yig'sam bo'lmaydimi? Men doljinmanmi sizlarga fond yig'aman? Oyoq qo'li but odam uchun men nima fond yig'aman? Fond u ehson degan narsalar bechoralar uchun qilishadi, bular uchun emas. Meni dunyoqarashim boshqa, sizlarning dunyoqarashinglar boshqa. Men o'zimni nuqtai nazarimdan men o'ylayotgan fikrni to'g'ri deb bilamanmi? Dakansi men shu fikrimni orqasida turaman. Sizlar menga bidi qilasizlar, si qilasizlar, men po'xo'y. Men olaman, bloklab tashlayman, eninglarni kirib ketinglar. Nafik kuzatmaylar meni, tushundinglarmi? Meni fikrim shu, meni borim shu. Men podдержка ichimdan chiqmayotgan narsani majburlab o'sha narsani podдержка qila olmayman. Hamma ham bunda aqli joyiga kelishi uchun bir marta bu dunyoda xato qilishi shart. Sonuçta men bu peshona borib urilish kerak. Men bu narsani o'zim gapirmayapman. Seni boshingga tushsin, unaqa bo'lsin demanglar menga. Men ko'rib kelganman ko'p narsalarni. Menga aql chichmaylar bu yerda. Meni yoshim kichkinaligiga qaramanglar. Men yashagan narsani, men bosib o'tgan yo'llarni bir o'tsam, keyin menga kelib aql chichasan. Tushundingmi? Bir bloklab tashlayman, yo ustingdan yozib yuboraman, eningga kirib ketasan. Luboying. Yo'qmasa kuzatma meni. Bu videodan parcha olinishga olinibdi, xuysnim, lekin videoda aytinglarchi. Nima deganman men? Bugun turasizlar, xotin-qizlar eshitinglar. Bugun turasizlarda erlaringga borib pashon naxuy deysizlar. Po'xuy, yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Просто pashon naxuy deylar, bo'ldi. Borib spa massaj fohishaxonalarda ishlaylar keyin. Boshqa hayotlaring zo'r bo'lib ketadi. Deganmanmi? Bilaysiz, kimlar haqida gapirganman? Mamsiklar, onasini cho'qintoylari. Onasini cho'qintoylari onani o'rni boshqa, ayolini o'rni boshqaligini bilishmaydi. Ayolingni hurmat qilding degani bu onangni hurmat qilmay qo'yding degani emas. Onani ham hurmat qilsa bo'ladi. Onani o'z o'rni bor, ayolini o'z o'rni bor. Va ko'pgina mana shu ba'zi bir erkaklar 30, 40, 50 ga kirgan bo'lsa ham onasidan separatsiya bo'lmasdan, onasini etagidan ushlab olib, oilasidagi muammolarni o'zi emas, onasi bilan hal qiladiganlar ham bor. Men aynan shu turda men ayollarga bo'lsang, ayol bo'lib tug'ilding, hamma senga dolshin bemalol intervyularga chiqib, mahrga gelik so'rayman deb bemalol aytaver degan fikrda o'rgatyapmanmi? Yo'q, bilaji, bunisi ham sizlarga yoqmaydi, naxoy. Men bu gapiga ham va shu dumalab tushdim. Spa xonalarga, jalabxonalarga boringlar, o'sha erlariga boshqa naxoy deganlar ishlab yuribdi. Endi savol, bu spa xona, jalabxonalarga qanaqa erlar boryapti? O'sha ayollari pashon naxoy deya olmagan erlar boryaptimi? Bu xizmatlardan kim foydalanadi? Kim? Hada erkaklar bilaydi. Pis, ayol hech qachon yaxshi hayotdan ketmaydi. Va yomon hayotdan ham ketmaydi. Ular terpila, ular chidashadi. Hozir bitta videoni keyingi storiesda qo'yaman. Er urib yotibdi. Ketasan deb. Xotin kaltak yeb yotibdi, ketmayman deb ko'zini siydigini oqizib yotibdi. Chidab